Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2025-yil 21-aprel sanasi bilan biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasida Marifjon akamizning xonadoniga, qo'rasiga yana keldik akalar. Do'stlar, bugungi videoda nihoyatda zo'r video bo'ladi. Akalar qo'ylarning numeradellariga, haqiqiy o'sha kashtanlariga, simjullariga haqiqiy qo'ymisan qo'y deganlarga kelganman. Akalar, mana oldi holatlaridan bularning ishtahalariga bir e'tibor berasizlar. Keyin bularning poychalariga bir e'tibor beringlar akalar. Poychalariga, dumma holatlariga, yunglariga. Akalar, o'sha haqiqiy qo'y qidirib yurgan endi aka-ukalarimizga mana qo'ylarni udarlari akalar. Mana do'stlar, bizdan kanalimizda nihoyatda ko'p aka-ukalarimiz, obunachilarimiz so'rashyapti. Botirjon, bizga qo'ydi liderlarini ko'rsating, eng zo'rini ko'rsating aka deyishyapti. Biz eng zo'rlariga, haqiqiylariga kelganmiz akalar qo'ylardi. Mana bir tomosha qilinglar-da qo'ylardi, orqa holatlardan yurishlariga bir e'tibor beringlar-da qo'ylardi. Nima deyapti bu qo'ylar akalar? Mana akalar, bugungi videoda biz Marifjon akamiz bilan birgalikda ikki partiya qo'y ko'rsatamiz. Birinchi partiyada akalar mana unday toza qo'ylarning bo'g'ozlari bor ekan. Bo'g'oz qo'ylarning ma'lumotlarini aytamiz. Ikkinchi partiyada bolali qo'ylar bor ekan. Bolali qo'ylarning ma'lumotlarini aytamiz. Doim xizmatdamiz. Doim sizlar uchun mana shunday qo'ylarni, zo'rilarini, udarlarini, haqiqiy hissori tozalarini ko'rsatishda davom etaveramiz akalar. Faqat siz bizni qo'llab-quvvatlab, videolarimizga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyada o'zlaringizni yaxshi fikrlaringizni yozib qo'ysalaringiz, akalar, biz doim xizmat qilib beraveramiz. Mana shunday qo'ylarni haqiqiylari, zo'rlari har bitta yurtdoshlarimizga, har bitta obunachilarimizga qo'ralarida 100 tadan, 200 tadan bo'lsin-da, o'zlaridan ko'payib akalar 5000 ta, 10 000 ta bo'lsin. Endi haqiqiy qo'y, haqiqiy bo'g'oz qo'y olaman degan aka-ukalarimizga mana videoni zo'ri bo'layapti akalar. Maxsus video bo'layapti. Bo'lmasa biz Marifjon ukamiz bilan birgalikda do'stlar, bizni tomosha qilib turgan aka-ukalarimizga, bizni tomosha qilib turgan hoji onalarimizga, hoji akalarimizga, hoji otalarimizga akalar ma'lumotlarni aytishni boshlaymiz. Do'stlar, mazza qilib videolar tomosha qilasizlarda, like ni gummillatasizlar akalar, bo'lmasa ma'lumotlarni aytishni boshladik. Assalomu alaykum Marif aka. Assalomu alaykum Botir aka. Zo'rmisiz? Sog'liklaringiz zo'rmi? Yaxshi, rahmat aka. Chorvangizga barakasini bersin aka. Umringizga, rizqingizga baraka bersin aka. Marif aka, siz bilan bir 3 kun oldin video chiqaruvdik. Esingizda bo'lsa, o'sha haqiqiy hissori, haqiqiy velikan qo'zili qo'ylarni chiqaruvdik siz bilan. Shunday bo'ldi, shunday. Bilasizmi? Ana shu videoni hozir 2 kun ichida 12 000 ta prosmotr bo'libdi. Xalqimiz, yurtdoshlarimiz nihoyatda o'sha videoni juda yaxshi ko'rishdi, talab qilishdi mendan. Shu Marifjon ukangizga boring. Xuddi o'shanday sortdagi haqiqiy hissori qo'ylar bo'lsa, shuni davomi bo'lsa ko'rsating aka, boring deganlari uchun men maxsus xonadoningizga keldim. To'g'risi, shu meni obunachilarim nimani so'rasa shuni ko'rsatgim keladi. Endi qarang, siz bilan bugungi videoda necha partiya qo'y ko'rsatamiz Marif aka? Botir aka, endi gapingiz bo'ldim. Kechagi partiyani 2 soatda sotib tugatdik aka. Bir qo'lda 2 partiya 2 bo'lib berdik. Buxoroga yarmi ketdi, yarmi Samarqandga ketdi akajon. Mashalloh, barakasi. Endi nasib bo'lsa bugungi partiyada 2 partiya qo'y chiqaramiz aka. Velikan, udar, xohlasangiz santimetrga o'lchaydigan Qashqadaryoning hisori qo'ylaridan chiqaramiz, qoni tozasidan aka. Akalar, bu qo'ylar uncha-muncha emas. Akalar, o'zingiz kelib ko'zingiz bilan ko'rsangiz, bu qo'ylar balandlik bo'yicha ham, sorti bo'yicha ham, zoti bo'yicha ham, poychasi, yungi, umuman har tomonlama liboy qo'ydi
oldiga qo'yib qo'ysangiz bemalol bellasha oladigan o'sha Qashqadaryoni haqiqiy hissori qo'ylari akalar. Shunday akajon. Endi gap maqtashga emas, kommentariyalarga o'qib qolyapman. Ko'p maqtama qo'ydi, maqtama akalar. Biz maqtamasak ham o'zi qo'y o'zini o'zi maqtab turibdi akalar. Qo'y tushunadigan, qo'y biladigan, qo'yni sortiga tushunadigan aka-ukalarimiz qo'yni birdan o'zi ajratib olishadi. Qo'y bilan qo'yni farqi bo'ladi akalar. Shunday. Maribjon, labbay aka. Ikki partiya qo'y ko'rsatamiz dedik. Rahmat avvalo sizga. Bizda mana obunachilarimizga shunchalik darajada qo'yni sifatlisini, zo'rlarini ko'rsatyapsiz. Menga qarang, birinchi partiyada bu necha bosh qo'y bor bu yerda? Aka berga endi iloji boricha qo'yni zo'rini chiqarishga harakat qildik aka. 9 bosh chiqardik aka. Shuni bir 20 bosh, 25 bosh qilsak bo'ladi. Lekin aka sortli zo'r qo'y kam. Xalq sotmayapti. Xudo nurini sochib, yomg'ir beryapti, Xudo beryapti, o't beryapti. Sotish qiyin bo'lib qoldi, topish qiyin bo'lib qoldi o'zi bunday qo'ylarni. Problema bo'lib qolyapti aka. Kimga borsangiz, kim yaxshi qo'y sotgisi keladi? Yaxshi qo'yni hech kim sotgisi kelmaydi. Shunday akajon. Endi Maribjon, rahmat sizga. Men to'g'risi obunachilarim uchun ko'rsatyapman-da buni. Mendan maxsus so'rashganlari uchun ko'rsatyapman bu narsani. O'zi qo'yni bunday qarasangiz o'zi holatidan o'zi bilinadi-da qo'yni qandayligi. Endi qarang, mayli akalarimizga nasib qilsin, har bitta obunachilarimizga nasib qilsin shunday qo'ylar. Maribjon aka, bular endi yoshlari qanday, balandliklari qanday, buni ma'lumotlarini shu bizni ko'rib turgan shu aka-ukalarimizga bir aytaylik aka. Akajon qarang. Bu yerda hozir o'zi kamgina sozgina ekanda, ha? 9 bosh qo'y chiqardim aka. Xohlasangiz ushlab ko'rsataveraman, lekin bir tug'ma, ikki tug'ma qo'y akajon. Bir tug'ma. Qari qo'y yo'q, tish to'ldirib ketgan qo'y yo'q aka. O'sha uchun saralab 9 qo'y chiqardim aka. Hech bo'lmasa bir 20 ta chiqarganimda bu qo'y unday, bu qo'y bunday desangiz bo'lardi. Bir tug'ma, ikki tug'ma qo'y. Hammasi bir xil ekan. Bir xil, ha. Mana qarang, o'zi kechki to'lda bular aka. Kechki to'l hammasi bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz. Ko'rinib turibdi, o'zi qorin tashlab turibdi. Qorinlab turibdi, hammasi bo'g'oz. O'zi akalar, mana qo'ylar shunaqa villikan qo'ylarda. Mana shu qo'ylarda, ana shu qora qo'yingiz, ana bitta o'zi hammasi kashtan ekan o'zi. Bitta salgina nimaroq ekanda. Menga qarang, shu eng baland o'zi pashti barobar ekan, pashti hammasi balandlik. Bitta mana shu nima orqadagi qo'ychamiz hali birinchi qorin, endi tish buzadi, nasib bo'lsa, bular ham yetishib oladi bu ham. Menga qarang, bularning endi balandliklari endi o'rtacha hisobga aytavering, o'rtacha hisobga. Balandliklari qanchalar keladi endi? 80 dan baland. 90 dan pastroq bor narsani beraylik, 80 plus ko'rib olib ketaversin. 80 plusga? Shunday, ha. Yo, bular 80 plusdan balandda. Shunday 85 ursin aka, lekin 90 deb nima qilamiz aka o'zi bor narsani? O'zi bundayda Maribjon, juda ko'p aka-ukalarimizga bu ma'lumotni aytishimiz kerak. Toza hisori qo'y unchalik darajada o'zi baland bo'lmaydi, bilasizmi? Shunday, ha. Eniga o'sadi. Toza hisori qo'y uncha baland bo'lmaydi, lekin hamma joyda klimatiga moslashadi. Tez semiruvchan bo'ladi, do'stlar, va uncha kasallikka chalinmaydi. Chunki deganda bu mana bu tog'ni qo'yida tog'da mana bunday har xil giyohlar bo'ladi, har xil o'tlar o'sadi. U o'tlarni, u dorivor o'tlarni yeb o'zini immunitetini mustahkamlagan bu qo'ylarda bo'ladi. Shunday aka. Hamma joyda sharoitiga moslashib ketaveradi bu qo'ylar akalar. Menga qarang, hammasi bo'g'oz dedingizmi? Hammasi bo'g'oz akajon. Mashalloh, lekin haqiqiy liderlar ekanda haqiqiy. Cho'ponlarimizda bir guring bor, endi borsak eshitamiz aka, tog'da boramiz, cho'lda boramiz, tirikchilikni moliyo. Bo'yni bilan dummasi tulagan qo'y sog'lom mol bo'ladi. Zoti toza bo'ladi, qoni toza qo'y bo'ladi. Ikkilamay olib ketaversinlar, uyaltirmaydi. Olgan odam baraka topadi. Menga qarang, Maribjon aka, endi bu aka-ukalarimizga, yurtdoshlarimizga qo'ylar zo'r ekan, lekin haqiqatda lekin udara, ya'ni mashalloh. Har bitta yurtdoshlarimizga nasib qilsin-da shunday qo'ylar. Akalar, barcha bizni ko'rib turgan aka-ukalarimizga nasib qilsin shunday qo'ylar. Menga qarang, Maribjon aka. Labbay akajon. O'zi ozgina sozgina ekan. Buni narx-navosiga kelsakda, o'zi 9 bosh ekanda, ha?
9 bosh ekan, lekin bitta odam mazza qilib oladigan qo'y ekanda bu. Mana qarang, bular narx namosiga kelaylik. Uni endi narxini bir ayting qani buni. Narxini faqatgina shu bizni bilasizki, Qashqadaryolikmiz biz. Shunday aka. Bilasizmi? Biz endi Qashqadaryoda bilasiz, chorva birinchi o'rinda, chorvachilik bilan, qo'ychilik bilan bilasiz o'zingiz. O'shani hisobiga endi bizda sal narxlar ham unchalik darajada baland bo'lmaslik kerak boshqa joylarga nisbatan. Shuning uchun narxini ham kelishtirib aytasiz bo'ladi. Bular narxini bir qo'lga oladigan akalar uchun, chiroyli qilib ayting menga qarang. Endi aka qarang, bir odam bozorga borsa, bir yaxshi qo'y olish uchun izlanadi, lekin 5 ta qo'y kirsa, 20 ta oluvda turadi ustida-da. Narxi chiqmaydi, bermaydi, oldi-poldi. Mana bunday saralab qo'ydik-ku narx bilan. Endi aka bozorga 4 millionga ham qo'y sotilyapti, 5 millionga ham qo'y sotilyapti, nomi ona bola qo'y sotilyapti. Qoni toza, surti zo'r, mana shunday taxlab qo'ydik aka. 5,5 dan baho qo'yapman. Men ham qochirmayman aka. Bu qo'yimni muncha oladi, u qo'yim uncha ekan demayman aka. 5,5 dan baho qo'ydim. Kesin muomala qilib beraman aka. O'tib beraman aka. 5,5 degan bilan 5,5 sotmayman. Menga qarang. Kelishtirib beraman aka. Menga qarang, Ma'rifjon, rahmat sizga. Menga qarang, 5,5 degan bilan endi baribir o'tib berasiz. Buni baribir hech kim ham aytganiga sotmaydi. Menga qarang, shu 5,5 dan Ma'rifjon, ukajon qancha siyla berasiz? Bir qo'lga olsan, shu akalarimiz yaxshi qo'y qidirib yuribdi-da. O'sha yaxshi qo'y qidirib yurgan aka-ukalarimiz bir qo'lga olib shularni qo'y qilishsin, tug'dirib qo'zisini olishsin. Menga qarang, qancha siyla berasiz aytgan narxingizdan? Akajon, bizdagi ham tirikchilik, o'zingiz bilasiz akajon. Birovni molni, birovni pulli qilamiz. Maqsad shu. Bizdan olgan odam baraka topish kerak aka. Shunday. O'tib beraman aka. Muomala qilib so'rasinlar, o'tib beraman aka. 5,5 degan bilan 5,5 sotmayman aka. 200 ming o'tib bersam bo'ladimi aka? 200 ming? 53 dan qilib bersam rozimisiz? Yo'q, 53. Rahmat, mayli, shunchalik darajada 200 o'taman deyapsiz. 53 ham salgina balandlik qiladi-da, Ma'rifjon. To'g'risi, bular to'g'ri, toza qo'y, yaxshi qo'y. Endi sal yengillatib, xalqqa bir sal yengillik yarataylik, Ma'rifjon. To'g'risida men qo'yingizni yomon demayapman. Qo'y haqiqiy zo'r qo'y. Qo'yda umuman kamchiligi yo'q. Prosta men deganim xalqqa bir yengillik yaratishimiz kerak. O'shaning uchun mendan bitta so'rayman sizdan. So'rang akajon. So'rang. Shularni bir qo'lga olsin, shu 4,9 dan bo'lmaymi? Yo'q akajon, kamroq bo'ladi. 4,9 dan bering shularni. Narx zo'r, narx yaxshi, lekin biz foydalanish qiyin bo'lib qolyapti aka. Qo'y zo'r. Olishda o'zi problema bo'lyapti bunday molda aka. Men qarang, 52 dan qilib bersam bo'ladimi aka? Mana yana 100 ming o'tib berdim aka sizga. Yo'q, 52 demang, men aytgan narxga shuni bir qo'lga bering, ukajon. Ozroq kam bo'ladi aka. Kam demang, umringizdan kam bo'lmagan, kamini Xudo to'ldirsin, Ma'rifjon. Sizlar endi qo'ydi sarasini, zo'rini bilasizlar-da. Endi men oldindan sizni masalan shu yaxshi qo'y bilan shug'ullanasiz. Necha yildan beri faqat toza qo'y bilan shug'ullanasiz. Shunday aka. Men qarang, shularni men aytgan narxga bering, 49 dan bering. Ozroq kam bo'ladi aka, 49 dan foydalanish. 49 bor 52 dan akajon. Bor O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beraman. Yo'q, 52 dan. Samarqand deb o'tirmayman aka. Toshkentgacha dastlabki qilib beraman. Bo'ladimi? Toshkentgacha? Menga qarang. Bu soni kamroqda akajon, buni soni to'g'ri. Menga qarang, yana oxirgi bitta menga bering. Menga qarang, oxirgi bitta baho aytaman, mayli. Mayli, siz ham kuymasin, ko'p ham kuymasin, Ma'rifjon. Mana shularni bozorda ham ko'rganman bunday qo'ylar, to'g'risi. Bozorda narxini o'zi aka-ukalarimiz ham tushunishadi bunday qo'ylarni. Menga qarang, bir qo'lga shu qo'ylar ketsin, olsin aka-ukalarimiz. Shuni barobar qilaylik, 5 milliondan qilaylik. Menga qarang, Ma'rifjon yo'q demang lekin. Hozir bilasizki endi yaxshi qo'y deb buni unday deyaversak ham endi aka-ukalarimizga salgina jabr bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun bir qo'lga ketsin, shuni 5 million so'mdan sizga berishsinda, shuni O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib bering. O'zlari olib kelsa-chi aka? Yo'q, menga qarang, o'zlari demang, shuni dastavkalarni ham qilib bersangiz, yo'lida qilib bersangiz. Masalan, qarangda, uylarga olib borib topshirib, shu asrab, avaylab uylariga olib borib topshirsangiz, sizdan qancha xursand bo'ladi, duo qilishadi. Menga qarang, shuni O'zbekda bir maqol bor-da aka. Ha. El hadisi xon tuyasini so'yar. Aka, siz el haqida gapiryapsizmi? Men roziman aka, bo'pti, dastlabki qilib beraman.
5 milliondan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib Yo'q berasiz. aka, endi Toshkentdan nariroqga kelishamiz. Buni o'zi soni kamroq akajon. Bu Toshkentgacha dastavka qilib beraman akajon. Ha, Toshkentgacha. U yog'iga telefon qilsa kelishamiz aka. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, do'stlar, birinchi partiya qo'ylar, akalar shoshilinglar. Bunaqangi qo'ylar topilmaydi uncha bunchaga. Akalar, biz iloji boricha mana ko'rsatyapmiz. Do'stlar, qo'ydi udarlari, haqiqiylari. Do'stlar, endi mana Toshkentdan akaxonlarimiz bor, Vodiydan akaxonlarimiz bor. Qo'ydi haqiqiy liderlarini qidirib yurgan akalarimiz bor-da, zo'rlarini qidirib yurgan akalarimiz bor. Akalar mana endi 5 million so'mdan bo'ldi akalar bir qo'lga oladigan akalar uchun. Do'stlar, bu birinchi partiya qo'ylaridir. Qo'ydi udari. Qo'ydi umuman kamchiligi yo'q akalar. Do'stlar, bu qo'ydi olgan odam borki, mazza qiladi. Ikkinchi partiyaga ham mazza qiladi odamlar, ko'rsin. Yo'q, ikkinchi partiya ham udar qo'ylarmi? Endi do'stlar, bitta narsani yana tushuntirib aytib o'tib ketay. Bu ukamiz faqat gigant qo'ylar bilan shug'ullanishadi. Bu ukalarimiz faqat qo'ydi lideri bilan shug'ullanishadi. Bular unday past qo'y, mana kichkina qo'y bilan shug'ullanishmaydi bu ukalarimiz. Birinchi sort bu. Faqat birinchi sort, elita sort, haqiqiy hisori qo'y bilan o'zlari zot olishadi, o'zi shug'ullanishadi. Bu yoqdan dehqonlardan, cho'ponlardan olib kelishadi. Shunaqa ish bilan shug'ullanishadi. Do'stlar, mana endi mana shu ukalarimizga telefon qilib pastdagi nomerlarga aloqa qilib sotib olaverasizlar akalar. Biz iloji boricha xizmatda. Bo'lmasa, Ma'rufjon ukamiz bilan birgalikda ikkinchi partiya qo'ylarni ham ko'rsatamiz akalar. Ma'rufjon aka, Labbay aka. Ma'rufjon, bu ikkinchi partiya o'sha aytgan qo'zilik qo'ylaringizmi? Shunday akajon. Mashalloh, bu qo'zilar juda gigant bo'lib ketdi-kan, qo'zilar, ha? Shunday akajon. Onasi bolasi bir xil turibdi, qarang. Ko'ring-da, videolarni ko'rsatavering. Endi qarang, bu onasi gigant bo'lsa, bolasi ham gigant bo'layotganda bularda. Mashalloh, qo'ziga qaranglar akalar. Oshi dahshat bu. Ma'rufjon, Labbay aka. ikkinchi partiyada obshi nechta qo'y bor bu yerda? Bolali qo'ymi hammasi? Hammasi bolali. Bitta yakka qo'yim bor. Bitta yakka. Nasib bo'lsa bu endi bolali bo'ladi, u hali bor. Mana qo'y. Bu 1 metrdan ham ziyodku bu. Ha? Nasib chiqib qolish kerak aka. Mashalloh, akalar, mana qo'yga bir e'tibor beringlar-da. Akalar 1 metrdan ham ziyodda. Mana qarang, bu bolasi bormi shu qo'yda ham? Yo'q akajon. Ha. Eng balani shu ekan, ha. Shunday akajon, shu qo'y. Mashalloh. Bu oldida qo'chqorlar ham uyalib turadigan qo'y ekanda. Ha? Shunday akajon, bir ishlab 1 metrni o'lchab. Qani bir ushlang, qanda ushlangda shu qo'yni bitta ushlangda aka. Ushlamasangiz bo'lmaydi bu. Juda yirik, juda gigant qo'y ekanda, mashalloh. Akalar, mana qo'ylarga bir baho beringlar-da. Ushlayda, ana shuni bittasini, mana kattani ushlayda. Kattani ushlab ko'rsataylik akalarimizga. Asta ushlab oling. Bu yoqqa olib keling. Olib keling bu yoqqa. Qo'ylarni yig'ing. Qani bu yoqqa olib kelib bo'ynidan ushlang. Mana akalar, mana. Mana qo'y akalar. Ma'rufjon, Labbay akajon. Bu qo'y vashim gigant-ku, ha? Menga qaranglar akalar. Qo'yga bir e'tibor beringlar-da. Nasib bo'lsa, Qashqadaryoda ham qo'y bor aka. Qo'ylar chiqib kelaveradi bu yil yaxshi. Qashqadaryoda ham bor deng mana shunday qo'ylar. Masha, qancha tishini bitta oching-da, tishini bitta ko'rsatay. Tish 4 tish ekan. 4 tish, 2 chori qo'y ekan. Chori qo'y ekan-da. Bir tug'ma qo'yda, bir tug'ib ikkinchisiga nasib bo'lsa. Akalar, mana endi qo'y balandliklari. Endi aka 95 qo'y chiqishi kam yo'qdi akajon. 90 aniq narsa. 90 aniq. 90 aniq narsa akajon. Lekin juda baland ekanda. Baland qo'y ekan, 4 tish qo'y ekan, chori qo'y ekan. Chori qo'y akajon. Bir qorin tuqqan, ikkinchisiga nasib bo'lsa. Buni hamraylaridan mana akajon. Bu hozir bo'g'ozmi shu? U bo'g'oz, mana bunisi ona bola qo'y akajon. Ha. Unisi ona bola. Ha, bunisi ona bola. Oho. Olib keling uni ham. Bu ham gigant-ku. Shunday akajon. Olib keling bu yoqqa, ikkovini bitta joyga qo'ying-da. Olib keling-da, bu akalarimiz. Buni qo'chqorchasi bor. Yon boshidan qo'ying-da. Ha. Bu hozir bu ushlaganingiz bolali qo'y. Ha, bu bolali qo'y. 4 tish qo'y, qarang, tishini ko'rsatamiz. Bu ham chori qo'y ekan. Shunday akajon, 4 tish qo'y. Bu ham chori qo'y ekan. Po'sti qo'chqor, zo'r tushgan, sorti zo'r, sari tushgan o'zi ham. Mana qo'ylar akalar. Bo'ldi, qo'ying, qo'yni qiynamang. Bunisi bo'g'ozmi deyman, bunisi? Nasib endi halicha bildirgani yo'q. Kelayotgan odamga aka 50 ga 50 deb olishadi. Ha, 50 ga. Aniq bo'g'oz yo aniq qisir deb sotolmayman akajon. Mashalloh. Ha, bo'ldi, qo'ying.
yurishlariga bir baho beringlar. Endi Ma'rifjon aka, Labbay. qarang bu ikkinchi partiyada opshi necha bosh qo'y bor endi bu yerda? 20 bosh qo'zili qo'y bor akajon. Ha, 20 bosh qo'zili qo'y bor. Shunday. Ha. Qo'zlarni ham ko'ryapsiz akajon. Erta tug'ilgan. Bitta ikkita kenjasi bor, qo'y zo'r ularni. Mana oldidagi qora qo'ydi, mana kenja qo'chqorchasi bor. Ha, mana qo'chqorchi, mana bolachasi. Zo'r tushibdi-da, lekin bolasi ham lekin, qo'ylar ham lekin o'sha giganta lekin. Mashalloh. Endi akalar, bular endi shu o'sha o'zimizning Qashqadaryoning haqiqiy hissori qo'ylari-da, akalar. Bular uncha qo'ylar emas-da bular. Mana bir e'tibor beringlar. Bitta mana o'zi enasi bilan barobar bo'lib qopti, bitta qo'zisi. Shunday. Ha, mana katta qo'zilardan bitta ushlang-da aka. Bitta katta qo'zilardan bitta ushlab ham ko'rsataylik. Ushlang-da, katta qo'zilardan bitta ushlang-da. Xohlagan bittasini ushlang. Ushlab ham ko'rsatay. Bu katta qo'y bo'lib qopti-da, bu katta qo'zilari ham. Qani olib keling bu yoqqa. Ushlang-da, bo'ynidan ushlang-da. Narxini ham olib keling, narxlarini ham olib keling. Mashalloh, akalar mana. Olib keling, hammalarni ham olib keling. O'zi 10 tadan oshiq aka, katta qo'zil qo'ylari bor. Onasi bilan bir xil turayotgan 10 tadan oshiq. Olib keling, yonboshdan olib keling mana. Yonboshdan olib keling. Bir akalarimiz ko'rishsin-da bu qo'zilarni. Qo'zlar yetilganini tomosha qilsin. Mana tomosha qilinglar qani bitta. Bu qo'chqorchalarmi? Qo'chqorcha aka. Ikkovi ham qo'chqor. Ikkovi ham qo'chqor. Ikkovi ham qo'chqor. Mashalloh, akalar mana. Bo'ldi, qo'ying, qiynamang. Qo'zili qo'ylarda akajon, bosimi erkak qo'zili qo'y. Qo'chqor qo'zili qo'y, bosimi akajon. Ha, bosim qo'chqor qo'y. Bu 4 tami, 5 ta urg'ochisi bor. Lekin urg'ochisi ham yomon emas, mana bular ham qo'chqor qo'zi. Mashalloh, mana kashtan ham dahshat ekan, ha. Kashtan qo'chqor ham dahshat ekan. Men qarang, endi 20 bosh qo'y deyapsiz. 20 ta, mana shunday katta qo'zlar ham bor-da endi, ha. Shunday aka, 40 ta deb olib ketaversin mendan. Ha. Men qarang, endi bularni ikkinchi partiyani bir ona bola qo'ylarni bir chiroyli qilib narx-navosini bir yurtdoshlarga bir aytaylik qani. Lekin bo'ynay gigant qo'yingiz bo'g'oz-a o'sha bitta. Endi shunday. Endi 50 qilib olib ketamiz, kelgan odamga tushuntiramiz. Choroni bilgan odam o'zi biladi akajon. Ha, o'zi biladi. Bu ham suruyda yurgan qo'y. Ha. Endi menga qarang, qo'ylar ham dahshat, bolalari ham dahshat ekanda. Endi buni chiroyli qilib ona bola qo'zili qo'y ona bolasidan ketsin. Chiroyli qilib ayting. Bu yerga endi 20 ta qo'y, 20 ta qo'zi, o'zi katta 40 ta qo'yda. Qo'y bo'lgan akajon. Shuning uchun ham hozir narx qo'yishga ham ikkilanib turibmiz akajon. Onasi bolasi bir xil turibdi, qo'zini addini qo'yishni ham bilmaymiz. Onasini addini qo'yishni ham bilmaymiz akajon. Endi qarang, bunday qilaylik bo'lmasa, o'zingiz bilasiz, bozorlarda ham bilasiz. Xuddi mananday katta qo'ylar, mana. Yakka katta qo'ylar bozorga nech pul turibdi? Mana bunday katta qo'zilar nech pul turibdi? O'shanga qarab bahosini aytaverasiz. Tushundingizmi? Ha, akajon. Menga qarang, bundayda. Endi zo'r qo'yda baho yo'q degan gap bor. Bilsangiz, qiziqqan odam olib ketaveradi. Qo'yni qoniga, sortiga qarab, sifatiga qarab olib ketaveradi akajon. Mana qarang, shu qo'y shunday qo'zi mehnat qilgan. Ustini qarang, nasib bo'lsa bir o'sayotgan, Qashqadaryoni bir suyayli 1 metr bo'layotgan qo'chqorlardan bor ichida. Shunday. Menga qarang, endi mana shu qo'zilari ham katta, onasi ham zo'rda. O'zi haqiqatan onasi zo'r bo'lsa, bolasi ham zo'r bo'ladi-da. Bu qo'ydi tushunadigan odamlarga, aka-ukalarimizga-da bu. Endi menga qarang. Shularda endi narx-navosini aytaylik. Bozorga qarab, masalan, o'zingiz bilasiz bozorga. Mana shunday bitta katta qo'zini bozorda nech pul aytib turishibdi, bozorda nech pul sotilyapti. Endi onasini o'zini yakka masalan bozorga sotsa, nech pul oladi. O'shani endi qo'shib turib narx-navosini bozor bob qilib, chiroyli qilib aytasiz. Yaqinda akajon bir guruhga qo'y olib keldim, qo'zini ayirib qo'yini 4 million so'mdan jo'natib yubordik aka uydan. Uni yutibga chiqarganimiz yo'q. Bu payt o'zimizda nima uyga keluvdi mehmonlar, qo'ydi o'zini aytib 4 milliondan berib yubordik akajon. Endi bunga shunday variant qilaylik. Bolasini nech puldan berdingiz keyin? Bolasini aka 3 milliondan sotib yubordik aka addinligi ham. 4 million olayotganini ham addinni sotdik aka. Mana 2,5-3 million olayotgan maydaqini ham addinni sotdik bo'lib akajon. Endi bitta variant qilaylik aka. Menga kelayotgan odam aka, mana optim narx qo'yaman-ku. Optim bir joyga 7,5 million qo'yaman akajon. 7,5 dan. Olayotgani ham bor, olmayotgani ham bor akajon. Kelgan odamga aka bitta kattaga
qo'liga bitta mayda muomala qilib beraman. Ha, muomala qilib Ha, berasiz. o'tib ham beraman aka. U 7,5 degan bilan 7,5 million sotmayman akajon. Ha. Qo'yiga qarab, sortiga qarab bitta kattaga bitta kichkina olib ketaversinlar. Muomala qilamiz aka. Pulga bo'lsa muomala qilamiz aka. Endi 7,5 dan deyapsiz-da, Shunday to'g'rimi? deyapman Ona aka. bola endi quyuq suyug'iga hammasi shu bir Shunday, qo'lga. Endi shu yerda 20 ta qo'y bor, 20 ta qo'zi bor, bitta ana gigant qo'y bor. Gigant qo'y. Opshi hammasi quyuq suyug'iga 7,5 dan bo'lsa sotasiz. Shunday. Ha. Menga qarang, o'sha 7,5 dan qanchasiga berasiz, Ma'rifjon? Aytgan pulingizdan qanchasiga Endi aka, Luba joyga borsangiz baho qo'yiladi. Baho qo'yilmasa so'ralmaydi ham. Shunday, ha. Mana bu endi men baho qo'yapsiz, mana 7,5 dan. Men endi shuni so'rayapman sizdan. 7,5 dan baho qo'ydingiz. Endi bularning bahosi. Endi buni menga qarang, sotilayotgan joyini bir chiroyli qilaylik buni. Ha? Nech puldan qilib berasiz? Bir qo'lga ketsin. Menga qolsa hammasini yetarmoga yaxshi, lekin talashamiz aka, savdo bu. Ha. Birovlar bir so'm uchun talashadi, shunday. Daji payg'ambarlar ham savdoda talashgan degan gap bor akajon. Shunday, ha. Menga qarang. Siz faqat insofli qilib ayting, men ham insofli qilib keltirib beray akajon. Ha? Siqdi ham, kabobni ham kuydirmaylik. Ha, siqdi ham, kabobni ham kuydirmaylik. Shunday akajon. Qo'yni ko'ryapsiz. Ha. Qo'stini ko'ryapsiz akajon. Avval akajon mana katta qo'zili qo'ylar Qo'chqordan chiqib ketgan, chunki etlida et yo'qolmas akajon. Bu yil yaxshi bo'ldi, Qo'chqor yurdi qo'ydi ichiga, suruvdi ichiga yuribdi Qo'chqorlar. Endi men mana gigant qo'ylarda to'g'risi mana bu yerda bu bitta qo'y bor, bu gigant qo'y bor, mana katta qo'y bor akalar. Endi to'g'risidan bir narsa so'rasam, keyin sizni ko'nglingizga tegib qoladimi deyman-da. Ha? Ma'rifjon? Shuning uchun aka YouTube'ga ko'p katta qo'y ham chiqarishdi, nima qilmaymiz akajon? Ha. Menga qarang, mayli shu xalq uchun, yurtdoshlar uchun. Men endi mendan to'g'risi xafa bo'lmaysiz. Men endi shu xalq uchun so'rayman, yurtdoshlar uchun so'rayman. Molni masalan 1 so'm so'rasa ham, bozorda ham 1 so'm so'rasa ham bu bozor. Shunday. Hech kim xafa bo'lmaydi. O'shanday. To'g'rimi? Ha. 1 so'm so'rasa ham bu bozor. Siz ham nech pul aytsangiz aytib sotaverasiz. Bu bozor. Menga qarang, shularni bir qo'lga shu gigant qo'ylar, qo'zilar bilan bir qo'lga ketsin. 6 milliondan qilsa qanday bo'ladi? O'g'ay akajonim. Ha? To'g'ri kelmay qoladi aka. 3 milliondan qo'y bo'lib qoladi aka, 3 milliondan qo'zi bo'lib qoladi. 4 milliondan qo'yini bir og'izda bir qo'lda ketadi aka, sotaman desak. Lekin shu ona bola qilib bir xalqqa ketsin, ona bola saqlasin degan maqsadda ushlab turibmiz akajon. To'g'risi ayrim sotaman desak, qo'zlarni bo'lib sotaversak bo'ladi aka. 3,5 4 million olayotgan qo'zlarim bor, 3,5 million olayotgan qo'zlarim bor. Endi shuni bir joyga olib kelganmiz, ushlab turibmiz. Bir odim molni, bir pulni qilish maqsadida akajon. Men qarang, Ma'rifjon, shu qo'ylarni 7,5 dedingizda bo'layotgan joyi qanchadan qilib berasiz, to'g'risi? Ya, o'tib beraman endi, lekin aka qancha berasiz? Past bera olmayman akajon. O'zi chorvada tushungan odam biladi buni narxini akajon. To'g'ri, 4,5 ga ham qo'yib beryapti, 5 millionga ham qo'yib beryapti. Lekin aka buni sorti boshqa. Mana bola boqqan sifati boshqa aka, qoni toza. Ya bilinib turibdi, qo'ylar o'zi umuman gigant hammasi velikan qo'ylar. Ularni bolasini o'zini ham o'zi qancha bahosini o'zi cho'tlab turibman, hamma narsani o'zim tushunib turibman. Men prosta xalqqa yengillik yaratish maqsadida so'rayapman. O'shaning uchun mayli, siz ham kavob ham kuymasin, lekin 7,5 dan qanchasiga berasiz, ayting-da. Qanchasiga berasiz? Siylab berishingizni ayting menga shuni. Aka, bir og'izda men ham qochirmayman. 300 ming xarajatlariga olib shu hamma narsasiga o'tib beraman. 72 dan qo'limga pul tegsa bo'ldi akajon. 72 dan? Lekin o'zim ham olganim, baland olganman qo'ylarni ko'pini aka. Bir 4 ta 5 ta kenjatul qo'zi uchun, kenjatul qo'yishganman-ku o'zi bilinadi. O'shandan foyda qilmasa bu katta qo'ylar foyda chiqmaydi akajon. Faqat bir gruppa qo'y bo'ladi. Mayli qarang. Bir qo'ton qo'y bo'ladi. 6,5 dan bir qo'lga ketsin. Yo'q, men balki 6 million desam 6,5 dan bir qo'lga ketsin. Kam akajonim. Bir qo'lgan kam demang, 6,5 dan ketsin. Qarang, bunday 6,5 dan deyapman-da endi. Qarang, mana qo'zilar katta qo'zi, gigant qo'ylar, to'g'rimi? Mayli shu qo'ylar gigant qo'ylar masalan 4 milliondan kelishtirib bersangiz ham, qo'zilarni shu 2,5 milliondan bermayapti akajon. Kattada ko'ryapsiz-ku, o'zi Qo'chqor bo'lib qoldi oldi, qo'y bo'lib qoldi. Menga qarang, 7 million 200 dan qancha siylab berasiz? Qancha siylab berasiz? Aka, 7 million 200 dan O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bo'ynimga bo'ldi. Rozimisiz endi? 72 dan dastlabki bo'ynimga. Barobar qilsa bo'lmaydi. Barobardan barobar qilaylik shuni.
Menga qarang, qiynalmang, barobar qilaylik. Yana yuz o'taylik aka. Yo'q, unday demang. Lekin bir gap akajon. Shunday narsada mana hozir telefon qilyaptilar. Men 7 milliondan chiqardik, 7 million birdan chiqardik-ku. Ichidan bir ikkita zo'rni nima qiladida shuni jo'nattirib yuboring deydi. Yo'q aka, men buni bir joyga chiqaryapman, to'g'rimi? Bir qo'lga aytilyapti. Qo'yga qarab muomala qilamiz akajon. Bir qo'lga aytilyapti. Bir qo'lga aytilyapti. Shunga ham e'tibor beringlar. Uni ichidan mana gigantni ushlab olib akalar bunchadan ber, unchadan men deyilmaydi akalar. Bu hammasi bir qo'lga oladigan akalar uchun aytilyapti do'stlar. Menga qarang, barobar qilaylik shuni. Menga qarang. Bo'pti, barobar shu bo'yda qo'ylarimni gapida akajon. O'zlari olib ketsinlar. O'zlari olib ketsinlar. Bo'ldi, barobarda o'zlari olib ketsinlar. O'shandag'a hozir endi mana qo'ylar qo'ylar 3,5, qo'ylarni 4 million desak ham qo'zilari 3 dan tushib qoladi aka. 3 dan tushib qolyapti-da, to'g'rimi? Lekin 4 dan berayotgan qo'y emas, qo'yni zo'ri aka. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana endi iloji boricha shu aka-ukalarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun video qilib ko'rsatyapmiz do'stlar. Endi biz qoldirib ketgan ma'lumotlar bo'lsa, men pastda Ma'rifjon ukamizni nomerlarini qo'yib qo'yaman. Ana shu nomerlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlarni so'rab, adreslarni, lokatsiyalarni so'rab, meni tavsiyam o'zlaringiz kelib, qo'yni ko'rib, metrlab o'lchab, bolalarigacha ko'rib, ko'zingiz bilan ko'rib kelib olib ketganingiz zo'r bo'ladi, akalar. Shunday aka. Bu qo'yni oldiga kelgan aka-ukalar yurak jiz qiladigan qo'ylar, akalar. O ko'zni uzalmaydigan qo'ylarda bu. Ko'zingizni uzalmay qolasiz. Katta zo'r qo'ylarda. Menga qarang, Ma'rifjon aka. Xo'p, eshitaman akajon. O'sha endi masalan ichidan masalan bir 10 tasini masalan bu yerda 20 taka, to'g'rimi? Shunday aka. 10 tasini shunday tayoq tashlaydi-da bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bu yerda 20 ta qo'y, 20 ta qo'zi bor, to'g'rimi? 10 tasini shunday tayoq tashlab bo'ladi. Masalan, buni 20 tasiga kuchi yetmasligi mumkin-da. Tushundim aka. Har xil odam bor-ku, masalan, 20 ta qo'yga masalan aytgan narxga kuchi yetmaydi va 10 tasiga kuchi yetishi mumkin. Shu 10 tasini tayoq tashlashga. Aka, kelsinlar kelishamiz. Kelsin. Davlat bilan davlat kelishyapti, bir ikki odam kelisha olmaymizmi aka 20 ta qo'y uchun? Hurmatli do'stlar, endi shoshilinglar akalar, mana. Qo'y nima deyapti akalar, mana bu qo'y. Akalar, bu qo'ylarga bir e'tibor berib, bir maza qilib, tomosha qilgan odam ham maza qiladi-da akalar. Mana bu qo'zisiga bir e'tibor beringlar-da. Mana qo'zisiga bir e'tibor beringlar. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, biz iloji boricha mana shunday videolar ko'rsatyapmiz do'stlar, shu obunachilarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun qo'y qidirib yurgan, yaxshisini, zo'rini qidirib yurgan aka-ukalarimiz uchun ko'rsatyapmiz. Do'stlar, pastda nomerlarni qo'yib qo'yaman, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib sotib olaverasizlar. Do'stlar, manzilni yana eslataman. Manzil Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani, Quduq mahallasiga Ma'rifjon akamizni xonadoniga kelasizlar. Ma'rifjon akamiz bilan o'tgan safar qo'y chiqardik, u qo'ylar sotilib ketdi akalar. Hozir bugun yangi qo'ylarni ko'rsatyapmiz do'stlar. Shoshilib qolinglar, bular ham endi birdan sotilib ketadigan qo'ylar akalar. Chunki kanalimizda nihoyatda ko'p aka-ukalarimiz bor. Men qo'yni tozasini qidirib yuribman, tozasi kerak degan aka-ukalarimiz bor. Birdan sotilib ketadi akalar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda sog' salomatda uchrashguncha deb qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.